Yangi qurilgan kadastr hujjatlari joyida bo'lgan 6 sotixlik hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Galerkadagi 2 xonalik uyni sotib, mana bunaqa katta hovli olish vaqti keldi menimcha. Hurmatli kuzatuvchilar, Karmana tumani Munisuyxonadan ichkariga kirganda hozir yo'ldan ham ko'rsatib o'tamiz. Arzon narxlarda 85% asosiy ishlari bitgan hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Mana mevali daraxtlari ham bor. Mol qilaman desalaringiz, hovlining oxirida joylari ham mavjud, yo'lak qilib qo'yilgan. Demak, birma-bir tanishtirib o'taman. Supa qismi polnisteshga bo'lgan, fundamentlari ham yaxshi tashab ketilgan. Kelsalarsiz o'zlaringiz ko'rasizlar. Bitta xona, ikkita xona. Bu xonamizni ichkarisida yuvinish xonasi hamda hojatxona ichkarida qilingan va 3-xonamiz. Bu tarafda 4-xona oshxonaga mo'ljallangan. Ichkarida yuvinish xonalari, kanalizatsiyalari hammasi tashab ketilgan. Xo'p, birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu xonamiz mehmonxona. Mehmonxona qilib ishlatishga mosroq. Demak, bu yotoqxonaga xos. Mana bu tarafdan yuvinish xonalariga hamda hojatxonaga proxod qilsalaringiz bo'ladi. O'z proxod qilingan, eshik qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Hamma xonada deraza o'rnatilgan, skvoznoy qilingan hamma xonasi. Demak, 3-xonamiz ko'rishlaringiz mumkin va bu tarafda oshxonamiz joylashgan. Xonadonimizda mana bu hamma qurilishi yangi, ozroq pul kerak bo'lganligi uchun egalari sotuvga qo'ymoqdalar. Darvozaxona qismini ko'rib o'tamiz. Polnisteshga bo'lgan hamma joyi. Darvozasi ham qo'yilgan. Tashqari qismini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana xonadonimizning manzili Munisuyxonasi Toshkent Svetofordan 2 kilometr kelganlaringizda mana shu ichkari ko'chada joylashgan. Shahardan 3 kilometrlik yo'l, agar oralab bunaqasiga chiqib ketsalaringiz, Umiddan chiqib ketasizlar. 6 sotixdan iborat ushbu xonadonimiz arzon narxda 495 million so'mga sotuvga qo'yilmoqda. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Egalarining raqamini pastda qoldiramiz. To'liq ma'lumotlarni olib kelib ko'rib baraka qilishlaringiz mumkin. Asosiy xarajatlar qilingan, malyar ishlari qolgan. Eshik derazalar hammasi o'rnatib beriladi. Svetlar ham hammasi qilib beriladi. Qolgan malyar ishlari o'zlaringizga qoladi. Arzon narxda sotuvga qo'yilmoqda. Egalariga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ushbu haqida batafsil ma'lumotlarni olib kelib ko'rib baraka qilishlaringiz mumkin.